Voy raqqosamisiz? Xorazmda o'yinchilarni otarchi deyishadi, bilasizku. Odamlarni o'rtoqlari aytishgan. Qizing nima o'yinchi bo'ladimi? Tepadan kelib. Endi adam o'zi meni juda ham yaxshi ko'radi, qizlar deb boshda ko'tardi, lekin mana shu gaplarni ko'tara olmaganlar nazarimda. Arab raqsi bo'yicha dars o'tmaysan, o'rgatmaysan degan taqiq bo'lgan turmush o'rtog'im. Qanaqa yechim beryapsiz? Assalomu alaykum hammaga. Bugun bizni studiyamiz mehmoni xoreograf va ayollik jozibasi timsoli sifatida ijtimoiy tarmoqlarda o'zini sokinligi va shu bilan birga shovqinini birlashtira olgan mutaxassis Gulamdon Quramboyeva. Hech kim meni hali unchalik nima edi, tanishtirmaganda bir tomondan juda ham приятно. Rahmat. Bugungi podkast jonli uchrashuv qaysidir ma'noda o'zimizga ham noma'lum, chunki shunchaki suhbat qilishni xohladim va shunchaki bizni gaplashadigan mavzularimiz, bizni suhbatlarimiz, energiyamiz tashqariga ham chiqsin, через kamera degan maqsadda organizatsiya qildik. Lekin baribir mavzudan qochmaymiz. Qobiliyatni daromadga aylantirish bo'yicha suhbatlashamiz. Ayniqsa men aytaman, eng qiyin sohadan kirib kelganman jamiyat bilan jangga deb rassomchilikni aytaman, lekin rassomchilik nuqtasini olsa, raqqosalik undan ko'ra qiyinroq jamiyatga o'zini tan oldirtirish, tanishtirish, tarbiyasiz va yomon qizlar kasbi emasligini tushuntira olish va bundan kechmaslik aslida rassomchilikka nisbatan og'irroq. Shuning uchun aynan buning uchun qanaqa kuchli ruh, qanaqa kuchli energiya kerakligini qisman olamiz bugun master-klass shaklida. O'zi bu kasbni tanlashda o'qituvchilarimiz ham aytardiki, tishinglar toshdan bo'lishi kerak, tirnog'inglar ham o'sha o'tkir bo'lishi kerak, chunki har bitta narsa sizlarga ta'sir qilishi mumkin. Ya'ni stress ustойчивость deydi-yu, qattiq bo'lishinglarga kerak. Lekin qaysidir esimda bor, shu institutlargacha o'qiganimda hamma narsani tashlab ketvorgim kelgan. Chunki qaysidir ma'noda hayotimga ham ta'sir qilayotganini ko'rdim. Taksiga o'tirsa ham shu voy raqqosamisiz? Bo'lib ketdi. Yoki bozorga ketsam oldin hattoki aytishga ham uyalardim-da. Shu darajada nima deydi, itarishni boshladi. Lekin qaysidir shunaqa damlar keldiki, siz aytgandek qalb kasbligini anglaganimdan keyin bu narsaga boshqacha ko'z bilan qaraganni boshladim. Aynan o'sha nuqtada menda o'sish boshladi. Chunki ungacha baribir o'sha qo'rquvlarimiz, o'sha odamlar nima deydi degan gaplarimiz, misol uchun to'g'ri 27 yoshda turmushga chiqqanman, lekin 27 yoshimgacha nimalar har bitta mana shu yo'nalishimni yanada rivojlantirish uchun institut, kollej, magistratura, chet elda malakani oshirib kelganim menga juda ham plusga ishladi deb ayta olaman. Nimagadir shu 27 yosh deb gapiraverganingizdanchi miyamga 27 yosh bir qari odamga turmushga chiqqan effekt qolib ketgan ekanman. Nimaga bilmayman. Siz menga shunaqa tasavvur bergansiz, значит. Chunki bizda 22-25 o'zi turmushga chiqib bo'lgan bo'lishi kerak. Hamma o'rtoqlarim, sinfdoshlarimda 2-3ta bola bor, menda esa yo'q. Mana shu narsani menga miyamga nima deydi, moslashtirib yoki o'xshattirib, mana ko'ryapsanmi? Mana shu darajada xo'p, nima qilay? Sinimga sochlar kelyapti. Menga ham sochlar kelgan yo'q emas. Men shunchaki o'zimni tushunadigan, men bilan hayot davomida birgalikda tushunib nima qiladigan turmush o'rtoq. Chunki aksariyat turmush o'rtoqlar kasbingizni to'xtatasiz, o'zgartirasiz degan avvalgi turmush o'rtoqlarim desangiz kerak. sochilik Boshqa turmush o'rtoqlarimga o'xshab chiqdi-da. O'sha turmushga yo'q. Ya'ni uchrashuvga chiqqanimda mana shu gaplar bilan boshlashardi. Shuning uchun demak meni qabul qilishmas ekanda, mana shu kasbim bilan, yo'q mana shunaqa insonim kerak, mana shu kasb bilan hurmat qiladi, qabul qiladi deganim
Xuddi shunaqa bo'ldi. Aslida mana qarang, siz ularni birinchi talabi raqqosalikni yig'ishtirish bilan boshlangan jarayonda siz tushungansizda, u hozir raqqosalikni qabul qilmayaptimi? Ertaga boshqa jihatlarimda ham inkorlik paydo bo'ladi degan narsani tushungansiz. Chunki man mana shu kasbsiz o'zimni tasavvur qilolmaganman. Balkim 6 yoshimdan beri shu sohada bo'lganim uchun, ya'ni raqsga kelganimda o'zimni boshqacha his qilardim. Boyagi osmonda uchish bor-ku, eyforiyaga chiqish, mazza qilish. Misol uchun hattoki ota-onam qo'rqitishardi. Agar mana buni qilmasang raqsga bormaysan. Mana buni qilmasang maktabga emas, raqsga bormaysan deb qo'rqitishgan damlari ham bo'lganda. Shuning uchun men busiz tasavvur qila olmasdim aksariyat holatda. Umuman qanday bo'ladi? U tasavvur qilib umuman to'xtatmaganman-da shu paytgacha. Va bu men uchun juda ham katta stress bo'lgan. Lekin Allohga shukr, o'zimni taniganimdan keyin, o'zimni anglaganimdan keyin bu ko'pgina o'sishlarga hozirgi kunda ikkita studiya rahbari, O'zbekistonda ilk onlayn raqs maktabi asoschisi bo'lishimga va hozirgi kunda 3000 ga yaqin o'quvchilarim bo'lgan bo'lsa, 600 ga yaqin ayollarni o'zini anglashga yordam berdim. Zo'r. Ovqatli shahzodangiz qanaqa topdingiz? Shahzodam meni topdi. Men topmadim. Bu turmush o'rtog'im bilan o'zi bitta o'qishda o'qiganmiz. Bir-birimiz bilan ko'rishganmiz. Yo'q, xoreografiya. Turmush o'rtog'ingiz ham xoreografmilar. Hozirgi kunda rejissyorlar mana shu soha bo'yicha. Buni bilmayman. Nimaga buni bilmayman? Zo'r. Va shuning uchun ham misol uchun repetitsiyalarimiz bo'ladi-yu, soat 10 gacha, 12 gacha bo'lgan paytlarimiz bor. Chunki biz qaysidir ma'lum bir tadbirga tayyorlanganda uni ideal ko'rinishiga olib kelishimiz uchun vaqt kerak bo'ladi va qolib ustida ishlashimiz kerak bo'ladi. Mana shu holatdan boshqa erlar bo'lsa yoki boshqa oilalar bo'lsa, yig'ishtir Karen Shorvenni uyingga kir yoki uyga kel degan bo'lishi mumkin edi. Bular esa tushungan, to'xtamang, olg'a boring, sizda o'xshaydi degan gaplarni gapirganlar-da. O'shandagi mazza qildim. Ya'ni o'sha menimcha ikkinchi nima edi? Polovina nima edi? Yarim. Ikkinchi yarmimiz bizni har doim mana shu qo'llab-quvvatlashi bizani o'sishimizga turtki bo'ladi deb o'ylayman. Zo'r. Endi misol uchun men turmush o'rtog'im bilan bundoq ko'rganimda, bu meni insonimni bilganman-da. Bo'ldi, men bu inson bilan konfliktga bormayman, zerikmayman, yaxshi yashayman degan instinkt uyg'ongan. Sizda ham shu narsa bo'lganmi? Menda hozir tasvirlab beraman. Mana uchrashuvga keldik, ular o'tiribdilar. Erkin o'tiribdilar. Gap so'zlarimiz juda ham bir-biriga to'g'ri kelyapti va har bir gap gapiryaptilar. Xuddi shu 3D ga o'xshab, mana bunda ptichka bor-ku, ding, mana shu anaqasi bor ekan. Ding, bo'ylari uzun bo'lishini xohlaganman, ko'zlari ko'k bo'lishini xohlaganman-da. Ular oldida kichkina bo'lib turishni xohlaganman. Umuman shunaqa tasavvur qilganman. Qarasam, ting, bu bor, ting, keng, xayolim faqat mana shu narsada bo'ldi va biz 1 soat ichida yoki 2 soat ichida biz bilganmiz, bir-birimizni xuddiki yillar davomida biladigandek bo'lganmiz-da, shu turmush o'rtog'im. Shuning uchun ham balki 1 oyda to'yimiz bo'lib ketgan. Biz uchrashdik 3 martadan keyin sovchilik yuborganlar. Chunki buni ustozim, bizani bir-birimizdan ustozim Mashhur Talipovni uchrashtirganlar. Qani ko'r, mana Koreyadan keldi, seni juda ham ko'p kuzatgan ekan. Shunda ko'rishasizlar, bo'ldi. Yoqsa yoqdi, yoqmasa yo'q. O'shaning uchun men chunki ustozim nimagadir menga juda ham ko'p yorlar taklif qilganlar. Kandidatlar o'zlarini qaynukasini ham taklif qilganlar. Zo'r qilsam bilaman, chunki men 26 yoshman-ku, zo'rligimni bilaman, lekin mana 1-2 o'tiribman-da, qanday qilib yo'q deyishni ham bilmayman-da. Xo'p, mayli, xo'p deb oxirgisi deb haqiqatdan Oxirgisi bo'lgan. nuqtasiga urilgan. Zo'r. Qobiliyatga qaytadigan bo'lsak, qobiliyat baxtni, insonni jamiyatdagi o'rnini
baxtli bo'lish darajasini, qobiliyatini aniqlagani belgilab beradi degan gapga qanaqa qaraysiz? Judayam, yaxshi qarayman. Judayam to'g'ri deb o'ylayman. Mhm. Aynan raqs orqali hozirgi kunda, "Nima xohlayapsan, Dilfuza? Nima xohlayapsan? Nima senga ko'proq yoqadi?" degan, masalani o'rtaga qo'yamanda, Mhm. raqs orqali shunga. Ba'zi bir holatda biz zabonimiz bilan yoki bo'lmasam, nima bilan aytib ham bera olmaymizda. Qani bitta raqsga tushing deyman. O'sha raqsga tushib, ularni harakatlaridan keyin man indamayman. O'zlari aytadi. 1 hafta o'tadi, 2 hafta o'tadi. Bilasizmi, mana shu narsa menga yoqarkan deydi. Chunki bizda jamiyatimizda juda ham ko'p cheklovlar bor. Mhm. Cheklovlar orqasidan bizga shu maskalar deymiz, kiydirishadi. Yaxshi kelin bo'lishimiz kerak, yaxshi ona bo'lishimiz kerak, yaxshi hamma joyda ideal bo'lishimiz kerakki, lekin ich-ichimizdan "San nima xohlaysan?" degan savollar berilmagan. Shuning uchun oxir-oqibat shu darajada masxaralar ko'pligidan qaysi biri maniki, man o'zi qanaqaman degan narsada ayollarimiz aynan erkaklarga man bu narsani qanchalik to'g'ri izlamaganman, lekin ayollarda o'zim ayollar bilan ishlaganim uchun bu narsa judayam rivojlanib ketganligini sezganim uchun ular "Nima xohlayapman hozir?" Hattoki restoranga borganda "Nima ovqat yeysan?" degan paytda "Nima bo'lsa ham o'zinglar zakaz qilib yuboringlar" degan gaplarni eshitamiz. Vaholanki nima xohlashini, nima kiyim kiyishini, nima o'sha narsalarni umuman yo'qotib qo'ygan bilmaydi ham. Bu narsa o'sha jamiyatimiz orqali kiritilgan ustanovkalar orqali bo'lyapti. Shuning uchun agarda o'sha narsani yengib, qobiliyatini anglasa, uchadi deb o'ylayman. Ayollarga ham aytaman, uchasiz. Uchasiz qaysi ma'noda? Tashqi ko'rinishda ham. Misol uchun, birinchi kelgan ayollarimda hammasi mana bunaqa horg'in ko'rinishda bo'ladi-da. O'zini xohishlarini bilgan sari ularda ochilish ham bo'ladi. Hattoki 10 yilga, 5 yilga yoshargan ayollarni ham ko'rganmiz-da. Biz bilmayman deydi. Bo'lmasa o'sha xuddi shunaqa kosmetolog, xuddi shunaqa yashab yurgandek yuribdi, lekin o'z-o'zidan yuzi tuzilishi, ajinlarni ketishi shu narsaga turtki bo'lyapti. Demak, biz agarda o'zimiz xohishlarimiz, qobiliyatimiz, nima xohishlarimizni anglaganimizdan keyin bizda hamma narsa ochilisha boshlaydi. Xuddi Wi-Fi'ga o'xshab taratishni boshlaymiz. Hech kim bizani xafa ham qila olmaydi. Gapirsa ham "Men shuni xohlayapman, bo'ldi" deb o'zini fikrida qat'iy tura olar ekanda. Hattoki mana shu yerga kelishimdan ham intuitsiyam oxirgi payt juda ham ko'p nima qilyapti. Mana shu ko'chaga nimagadir kirdim, lekin bilaman Yakkasaroy ko'chasi orqada mana shu joyga kirdim. Chunki men bildim. Qalbimiz ochilish boshlagandan keyin qalb hech qachon aldamaydi. O'zi yo'l ko'rsatar ekan, o'zi olib borib qo'yar ekanda. Ayniqsa ayol kishida 9 barobar ko'proq ekan erkak kishiga nisbatan. Mana shu narsa 9 barobar ko'p ekan. O'shaning uchun ochilgan ayolga shuning uchun ham nima edi? Javob tez keladi, Albatta. hal bo'lish tezlashadi. Hal qiladi. Uni atrofdagilari ham hal qilishni boshlaydi. O'shaning uchun nima yo'nalish bo'lishidan qat'iy nazar, aniqlab uni rivojlantirish uni osmonlarga uchiradi. Chunki uchadigan ayol, uchadigan odam hamma narsaga tayyor, talqon qilishga va o'zidan keyin yaxshiroq, ko'proq narsa yoki jamiyatga ko'proq foydasi tegishini angladim va bu 100% ishlashini bildim. Uchar qiz. Agar siz imkoniyatingizni daromadga aylantirishni xohlasangiz, qobiliyatingizni daromadga aylantirishni xohlasangiz, unda bizda Imperiya kanali bor. Imperiya kanali sizni yashirin imkoniyatlaringizni aniqlashga va butun mamlakat boy bo'layotgan usul, o'zini qobiliyatini aniqlash orqali muvaffaqiyatga, boylikka erishayotgan usul orqali siz ham o'zingizni moliyaviy erkinlikka olib chiqmoqchi bo'lsangiz, unda qobiliyatni daromadga aylantirish bo'yicha Imperiya klubimizga taklif qilaman. Bu kanalda siz har oy o'zingizni to'lovlaringizni qilib borasiz va 30 kun, 30 ta dars. Uning ichida praktikalar, kitoblar, kinolar va shu bilan birga jamiki jarayon, protsessni
birga sizlar bilan yashab o'tamiz. Deylik, bu oyda biz pul bloklari bilan ishlagan bo'lsak, keyingi oyda yashirin imkoniyatlarni aniqladik, keyingi oyda qobiliyatni daromadga aylantirish etaplari, har oyni o'zini vazifasi va shiorlari bor va har oy har kuni sizlar bilan dars o'tiladi. Agar bu sizlarga qiziq bo'ladigan bo'lsa, quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qilishinglar mumkin yoki-da mana shu video tagidagi havola orqali ro'yxatdan o'tib menejerimizga bog'lanishinglar mumkin. Qobiliyatingizni kashf qilish nima? Qobiliyatimni kashf qilish, baxt o'zi aslida baxtni nimaligini ko'rsatib bera oldi. Misol uchun, menda 8-7 sinf bitirganimdan keyin xoreografiya oliy maktabiga 7 sinfni bitirib 8-sinfga qabul qilinadi. Agar o'sha yerdan kirdingizmi, bo'ldi, siz bu kasb sizni kasbingiz bo'lib qoladi. Undan keyin professional darajaga o'ta olmaysiz, chunki bizda 12 yil o'qiladi. Va bilasizmi, 7-sinfdan keyin ota-onamdan so'raganimdan keyin ular aytishdiki, "Yo'q qizim, kerak emas, bo'lmaydi. Biz Xorazmlimiz. Xorazmda o'yinchilarni otarchi deyishadi, bilasiz-ku." Va aynan odamlarni o'rtoqlari aytishgan, "Qizing nima anaqa bo'ladimi? O'yinchi bo'ladimi?" Tepadan kelib. Endi odam o'zi mani juda ham yaxshi ko'radi, qizlar deb boshda ko'taradi, lekin mana shu gaplarni ko'tara olmaganlar nazarimda. Va yo'q, bo'lmaysan bo'ldi. Hech qachon to'sqinlik qilmagan odam mana shu narsaga juda ham qattiq turganlar. Bizda nima? Ota-onani aytgani bo'lishi kerak. Xo'p, men 7-sinf tugatdim. Buni qabul qildim. Raqsga boryapman. Ishonasizmi, 1 yil davomida o'lib so'lib qoldim. Umuman yuradigan gulamdan yo'q endi. Chunki meni hayotim tugagandek go'yoki. Bilmadim buni qanaqa qilib tushuntirib berishim. Mana hozir mana ko'ryapsizmi, hattoki murashki bo'lib ketdi o'sha damlarni eshitsam. Hayot tugagandek, o'rtoqlarimga qo'shila olmaydigan bo'lib qoldim. Qanaqadir horg'in, ko'p energiyam ketadigan bo'lib qoldi. Lekin 1 yil o'tdi, yana nima deydi, imtihon payti keldi va o'qituvchim aytdi, "Keldi-da, topshirib ko'r, kirsang, kirding, chunki hammani ham qabul qilishmaydi. Kirsang, kirding." Xo'p deb xursandman. Uydagilarga hech yo'q, aytmaganman, borganman, topshirganman, qabul qilishmadi. Chunki vaznim 5 kilo ortiqcha. Semiz bo'lgan. Semiz emasman-u, lekin standart bo'yicha baribir 5 kilo ortiqcha. Menga muddat berishdi. 3 oy davomida sen agar ozib kelsang, biz sizlarni qabul qilamiz. Bo'ldi, o'sha kundan beri men faqat olma yeyman, ozishga harakat qilaman, boshqa qilaman. 3 oy ham o'tdi, faqatgina 3 kiloga ozdim. Buni sabablarini bilmayman. Mandatga keldim. Qog'oz olib kelmoqchiman. Adam bilib qoldilar. Bo'ldi, bo'lmaydi. Uyda janjal. O'tiribman. Nima qilishni bilmayman. Bu yoqqa borsam hayot mamot, nima qilishni bilmayman. Keyin urushganda adam eshiklarni yopib kirib chiqib ketganlar. Men keldim. Men dedim, o'qishga kirmayman, sababi ruxsat berishmadi. Bo'ldi dedi. Sizga anaqani topshiramiz, hujjatlarni qaytarib olib chiqib berish uchun. Kutib o'tiribman, oxirigacha kutdim-da. Nimagadir menga siz qabul qildingiz degan qog'oz olib chiqib berishdi. Men bilmayman qanaqa ishlaydi, nima bu bo'ldi. Siz o'qishga qabul qildingiz. Men o'qimoqchi emasman-ku. Bo'ldi. Shuncha odam o'qimasdan ketyapti. Senga shu qog'ozni ber. Nimaga sen shunaqa qilyapsan deb. Shu qog'ozni qo'limga olishim bilan xursand bo'lib uyga borganman-da. Lekin bilasizmi nima? Agarda shu kuni imtihonga kirsam, kira olmasligimni bildim. Nimaga desangiz, bo'yim jihatdan 4 sm, 5 sm yetmaydi. Chunki lekin butun yoz sabzi yeyishga harakat qildim. Turnikda osilishga harakat qildim. Keyin olma ham yedim. Hamma narsa bo'ldi. 3 kiloga ozdim. Agar kirganimda yana kriteriyalar bo'yicha to'g'ri kelmas edim. Lekin nimadir bo'ldiki, balkim adashib yozib yuborishdimi bilmayman. Balkim nima bo'lganini bilmayman. Mana shu qog'oz menga keldi. Chunki kirish qiyin bo'lgan o'sha paytda. Uyga borsam, adam uyda yo'qlab, keyin telefon qildilar. Qizim dedim, agarda sen haqiqatdan ham mana shu kasbni egasi bo'lmoqchi bo'lsa, gazni bos dedilar. Chunki menimcha endi menda murashki bo'ldi. Bilasiz nimaga desangiz, chunki dadam ham aynan shu
holatda bo'lgan ekanlar. Ular aktyor bo'lmoqchi bo'lganlar, lekin bobom "Buyam kasbmi, nima qilasan?" deb haligacha bilasizmi, hozir mana 65 yoshga to'lgan bo'lsalar, haligacha aktyor bo'lsam zo'r bo'lib ketgan bo'lardim Armon. deb armonda bo'ladi. Menga ham xuddi shu gapni aytdilar. Qizim, katta bo'lganimdan keyin mana sizni deb mana shunaqa kirmadim, sizni deb mana shuni degan gapni eshitgandan ko'ra, hozir shu qadamni bosganlar. Va men shu kasbga kirib ketganman. Hozir esa hurmatli dadam o'rtoqlari telefon qilishadi. "Qizingni televizorda ko'ryapmiz. Qizing falonchaga borsin" deb g'ururlanib gapirishadi. Sani qizing yoki mana havas qilib gapirishadi. Shuning uchun aytaman, balki o'sha paytda qat'iy qaror qabul qilmaganimda, balki umuman boshqa yo'nalishda o'sha ochilmagan gul yoki so'lgan gulga o'xshab yurgan bo'lardim. Chunki men 1 yil bu narsani his qildim qanaqa. Tasavvur qiling, 6 yildan beri siz raqsdasiz, 1 yil siz raqsga borib yurardim, lekin hayotim tugab borayotganini his qilayotgandek bo'lardim-da. Keyin va borgan sari ochilishga bordim. O'qishga kirdim. Aynan mani xalqaro konkursga tanlab olishdi va xalqaro konkursda 60 ta davlatlar ichida 1-o'rinni oldim va o'shandan beri bir 30 ta davlat, 15 ta davlat aylandim mana shu soham bo'yicha. Xullas ochilib ketdi-da, xullas aytganda. Hamma narsa ochilib ketib, demak mana shu kasb meniki ekan degan narsaga qaror qabul keldim va bundan xursandman. Va hozirgi kunda mana shu boyaga aytgan raqqosalik mana shunday kasb degan narsani odamlarga yetkazib berishga harakat qilyapman. U isbotan emas, qaysidir ma'noda ayollarga kerak bo'lganligi uchun ayollar mana shu kasb, mana shu raqs orqali o'zgarishlarni ko'rsatib boryapman va jamiyatga plusga ishlayotgani, ya'ni ayollarimiz nima xohlashligini anglayotganlik va u orqali atrofdagilarni xursand qilayotgani, atrofdagilarni baxtli qilayotganini ko'rib men xursand bo'lyapman. Shuning uchun faxrlanaman qaysidir ma'noda hozirgi kunda mana shu kasbim uchun. Zo'r. Sizdan sal avval Laziz Adhamov bilan suhbatlashdik. Ular bilan gaplashgan suhbatimizda shunaqa joyi bor edi, san'at haqida. Ya'ni nima uchun dunyodagi jamiki muvaffaqiyatli insonlarni san'at bilan bog'liq qiziqishlari bor va ular shu bilan заниматься, ya'ni mashg'ul bo'lishadi. U detektiv bo'ladimi, aytishnik bo'ladimi, xirurg bo'ladimi yoki fermer bo'ladimi, san'at bilan bog'liq hobbisi bor. Men misol uchun chizaman. Kimdir musiqa shaydosi eshitadi, tam nechinchidir asrni qaysidir auksionidan o'ziga plastinkalarni sotib olib, uyida kolleksiyalar yig'adi. Yana kimdir rassomlarning asarlarini yig'adi, kimdir chaladi-da. Har bir muvaffaqiyatli insonni ijod bilan bog'liq burchagi bor. To'g'ri. Raqs ham bu ham aslida ijod. Laziz shunaqa zo'r javob berdilar, menga yoqdi. Ijodda mana hayotimizdagi hamma narsa mantiq. Suv ichamiz mantiq, chunki u bizni organizmimizni oziqlantiradi. Yo'lda yuramiz, svetofor, mashina, rul, hammasi kontrol ostida, mantiq. Javobi bor narsa. San'atda noaniqlik bor. Noaniqlik bor. Shuning uchun san'atni ichida inson kengaya oladi. Hozirgi holatidan yangi versiyaga o'ta oladi. Hozirgi hayotini yangi versiyaga olib chiqish haqidagi yangilikni ijod beradi degan javobni aytdilar. Endi shu bilan birgalikda raqs bugungi kunda shaxsan men ham hayotimda katta qismga aylanyapti. Birinchi o'rinda erkinlik hissini beradi, tanaga erkinlik berish, tanani his qilish. O'zimizni oddiy bir kichik jarayonlarda ham yopib qo'yganmiz. Misol uchun, xursand bo'lsak, qila olmaymiz. Voy, rahmat. Shu tana tashqi muhitga reaksiya bera olmas darajada yopilib ketgan. Unga javob bera olmaydi, unga reaksiya qaytara olmaydi. Raqs aynan mana shu erkinlikni beradi. Emotsional erkinlikni. Va sizni shunaqa gapingiz bor, har bir emotsiyani his qilgan ayol haqiqiy jozibaga ega bo'ladi.
Mhm. isterik bo'ladimi, ha-ha qilib kuladimi, tam nozlanadimi, jamiki his unda yashaydi. Demak, u ayol. Erkaklarda unaqa bo'lmaydi. Mhm. A, endi xuddi shu informatsiyalar bilan parallelni bunga qarshi kuch ham bor jamiyatda. Mhm. Likillama, sakrama, o'zingni bosib ol, sirli bo'l, hingillama, tam va hokazolar. Bu sizni faoliyatingizda, ayollarni ochishingizdagi eng qiyin jarayonmi shunday? Va bunga qanaqa yechim beryapsiz? Va hozir o'zini mana shu tanasini qulflab sandiqqa solib, sandiqni ustida o'tirgan ayollarga nima derdingiz bu haqda? Tanani ochmaslik, tanaga yopiqlik oqibatida nimalar turibdi? Bu yerda o'sha aytgandek, erkinlik bor joyda sevgi, o'zini sevish, o'zini xotirjamlikni o'ldirishga o'xshagan, nima deydi, xavotirni o'ldirishga o'xshagan narsaga qilamanda. Chunki bizda ko'p xavotir, ichimizda xavotir bo'ladi. Buni qilish kerak, uni qilish kerak degan hamma ramkalarimiz bor-ku bizda qo'yilgan, mana shu ramkada yashashimiz kerak bo'ldi. Shundan chiqib ketishimiz mumkin emas. Lekin aslida bepoyon cheksizlik borligini aqlimiz hattoki tasavvur ham qila olmaydi-da. Biz tana orqali bu narsaga, misol uchun, qaysidir musiqani, aynan musiqani ham tanlab to'g'ri qo'yish kerak bo'ladi. Aynan shu musiqaga erkin harakat qiling desam, mana hech kim yo'q-da, faqat man va u inson. Hech kim yo'q desam, hattoki o'shandayam jur'at qila olmayapti-da. Shu darajada bo'lib Biladi, hech ketgan. kim kuzatmayapti. Hech kim Biladi, hech kim uni muhokama oxir-oqibat qilmaydi. eshikni yopib, "Man chiqib ketaman, siz o'zingiz raqsga tushib bering" deymanda. Hatto o'shani ham qilishadi. Yo'q. Shunaqa bloklarimiz tanamizdagi, shunaqa qarshiliklarimiz bo'ladiki, bizni hattoki harakatlantirishdan ham to'xtatadigan holatlar bo'ladi-da. Ana shu holatda hammani ochiq har xil bo'ladi. Kimgadir bu juda ham tez keladi. Lekin tanaga erkinlik berish bu aslida baxtga erishish bilan teng deb o'ylayman. Chunki mazza qildim degan gaplarni juda ko'p eshitaman-da. Tana yayraydi. Bizni aslida qalbimiz bilan tanamiz birlashganda o'sha nuqtaga yetishamiz. Lekin bizda aql ko'p ishlab ketadi, ustanovkalar ko'plab ishlab, lekin qalbimizni eshitmaymiz. Shuning uchun ham raqsga tushayotganda men aytaman, qalbdan raqsga tushing. Qo'lingiz hozir ko'targisi kelyapti, ko'tarsin. O'tirgisi kelyaptimi, o'tirsin. Yotgingiz kelyaptimi, yoting. Tanani eshitmaydi. Tanaga shunchalik ko'p xiyonatlar bo'lganki, qotib ketganki, erkin harakatga ham bera olmayapti. Demak, aytmoqchimanki, tana qarshilik bo'lib turibdi, lekin ichida erkin bo'lmoqchi, lekin lekin agarda biz tanaga ham erkinlik bo'lsa, ichimizda ham erkinlik bera olsak, o'sha holatda uchish holati kelib chiqadi-da. Va o'shanda nima edi, bepoyonlik kelib chiqadi. O'sha narsaga juda ham qiyinchilik bilan keladi. Shuning uchun ayollarga, hozirgi ayollarga shu narsani aytmoqchimanki, buni bir martagina his qilib ko'rgandan keyin menimcha aytsa bo'ladi. Ayol kishi bu erkinlik, ayol kishi bu uchish degani aslida biz bu ham erkaklar bor. Ular uchun hayotda zavq berish uchun kelganmiz aslida. Har qanday. Shunchaki sizdan ko'rib zavq olib, boyagi 9 marta ko'p energiyani olish uchun kelgan. Ular keyingi anaqalarni, marralarni zabt etish uchun. Lekin ko'p ayollar hozir o'rinlarni almashtirib qo'yishyapti. Zabt etishga o'zlari ketib qolyapti. Shu narsada qalbni eshitganingizdan keyin sizda bu taraf ko'proq kerakligini anglaysiz va aslida ayol bo'lish qanchalik mazzaligini bilasiz. Bu orqali siz nafaqat o'zingizni, atrofingizdagi farzandlaringiz, turmush o'rtog'ingiz, hammasini ruhlantira olasiz. Qobiliyati raqsda bo'lgan ayol qizlarimiz juda ham ko'p. Shaxsan qaynonamlarni ham yaxshi taniysiz, sizga borganlar darslaringizga. Ularda ham raqsga qobiliyat bor edi. Shunaqa tabiiy harakatlarni
chiqara olerdilar, his qila olerdilar ohangni, so'zni и maza qilardilar. Shu giperaktiv ayol kuchni noto'g'ri sarflaganliklari uchun stressga ko'p tushardilar, o'zlarini qidirardilar ko'p joyda. Nima uchun keldim bu hayotga degan savolga javob topolmasdilar. Raqsda esa umuman boshqa kayfiyatda bo'lib qolardilar. Raqs tushgan kuni yoki raqsga borgan kunlari shunaqa xursand, shunaqa bizani maqtagan, shunaqa nevaralarni erkalaganda umuman boshqa ayolga aylanardilar. Bunaqa ayol kammi? Juda ko'p. Judayam ko'p. Juda ko'p. Sizni mana darsingizga boraman. Guruhga chiqib ketgan payt kirib kelaman-ku. Razdevalkada hamma ayollarning shovqidan bo'ladi. Voy, men yoshligimda shunaqa sho'x edim, shunaqa o'ynardim. Kamida 3 ta xotin o'zini o'sha qahramon davrini gapirib beradi-da. Chiroyli bo'lganini, sho'x bo'lganini, hamma unga qaraganini gapirib beradi. Nimaga ayollar o'zini qaysidir asrda, qaysidir yilda qolib ketgan qahramon xotiralari bilan o'zini aldab yashash kerak? Nimaga chiqib keta olmayapmiz? Nimaga? Siz bundan o'tgansiz. Va jamiyatni katta taqiqlaridan biri bo'lgan xoreografiya bilan, raqs bilan shug'ullanasiz. Shuni o'rgatasiz. Bunaqa ayollarni yaxshiroq tushunasiz demoqchiman. Sizni hozir ko'rib turgan hamma raqsni yaxshi ko'radigan ayollar shuni javobini olmoqchi. Qanaqa chiqib ketayman bundan? Bilasizmi, boyagi aytgandingiz, men shaxsan tanirdim sizni, oyijoningizni. Chunki ularda ham shunaqa fayzli anaqa bo'ladi. Lekin bitta narsani ayta olaman. Umuman raqs ayol xilqatida bir chetida hammada bor, 100%. Bu degani qaysidirda qobiliyat bor, qaysidirda qobiliyat yo'q. To'g'ri, qaysidir bir qizda bu narsa ko'proq berilgan. Mana shu orqali u boshqalarni menga o'xshab ilhomlantirish. Lekin har birimizda bor. Agar esingizda bo'lsa, sizga bitta anaqani aytib beruvdim. Bu judayam ko'p tarixga ega, oldindan kelgan anaqa. Ya'ni Allohdan o'sha paytda Xudoga kim nima yomg'irni so'ramoqchi bo'lsa yoki biron bir kasallikni davosini topish kerak bo'lsa, ayollarni ibodatxonaga yuborishgan ekan-da. U ayollar ibodatxonada mana shunaqa harakatlar bilan xuddiki Xudoga iltijo qilayotgandek bo'lgan va u orqali mana ayollar davrasida qandaydir holatda bu narsa yechilib ketgandek bo'lib ko'rinardi ularga. Chunki bilasizmi, raqsga tushganda umuman faqat raqs, musiqada ham shu darajada berilayotganimizda, Ruh multfilmini agar ko'rgan bo'lsanglar, juda ham tavsiya qilaman ko'rishni. Shu Ruh multfilmida shuni shunaqa yaqqol ko'rsatib berishganki, men juda ham ilhomlanganman-da. Haligacha yaxshi ko'raman shuni. Ya'ni har qanaqa ijod qilganingizdan keyin siz tepa bilan aloqaga kirishib, qanaqadir o'zingizni shunaqa joyga tushib qolasizki, u bir jannat ko'rinishida mazza qilasizda, uchasiz. O'sha yerni his qilmaysiz. Siz faqat osmonlarda uchasiz, yerda bo'lmaysiz. Shu holatda nimaiki niyat qilib so'rasak, shu amalga oshib ketadi. Nima niyat qilsangiz. O'sha aynan raqsga tushayotganimda tez-tez anaqa qilaman. Mana bunaqa bo'lsa edi, bunaqa qilib. Siz negativlardan xoli bo'lasiz. Siz tashqi muhitni eshitmaysiz va siz hozir va shu yerda bo'lasiz. Orqadagi emas, oldindagi emas. Mana shu hozir va shu yerda bo'la olasizda. Keyin mana shu orqali siz yengil nimaga kelasiz va o'zingizni baxtli his qilasiz. Ruh multfilmida ham shunaqa aytdi. Aslida biz hozir va shu yerda mana shu suvni ichib ham o'sha mazza holatga kelishingiz mumkin. Mazza holatga. Lekin bizni jamiyatdagi boyagi aytgandek stereotiplarimiz yoki bo'lmasam kutuvlarimiz yoki bo'lmasam negativ holatlarimiz bizani mana shuni his qilishga yo'l qo'ymaydi. Hissiyotlar o'chirgan. O'shaning uchun aytmoqchimanki, har bitta ayol buni his qila olsa, mana hozir mana o'quvchilarim hech qaysi raqs yo'nalishida ketish anaqasida emas. 40 yoshlilar bor, 60 yoshlilar bor.
bittasi aytadi, mana raqs bilan onlayn shug'ullanishdan boshlaganman. Bittayam gul olib kelmasdilar dedi. Gul olib keling deb yig'lab qolardim dedi. Kecha dedi, "Men shunaqa maqtamoqchiman, qizlar maqtamoqchiman." Qo'liga tilla uzuk ko'rsatib aytadiki, "Bilasizmi, mana shu narsani men 5 yildan beri so'raganman, aytmagan. O'zlari sovg'a sifatida shunday kelib, bu sanga deb berdilar. Men yig'lavordim o'sha paytda." dedilar. Bu holati yoki bo'lmasam mashina. Buni lekin ommaga aytmang, bitta o'quvchim aytmang, iltimos maqtanchoq bo'lib qolar dedi. Turmush o'rtog'im menga katta mashina sovg'a qildilar. Bu men uchun baxt dedi. Demak, nima qalb ochilgan, qalb birga bo'lgan va u hayotdan maza qilishni boshlagan bu ayol unga sovg'alar ham ko'payib ketdi. Boshqa ochilishlar bo'ldi demoqchiman. Yoki o'ylagan niyatlarimiz amalga oshishi tezlashtiradigan bo'lib qoladi. Misol uchun yana bitta narsani aytib o'tmoqchiman. Bitta o'quvchim keldi, ular ham 30 yoshli bitta qiz. Hamma ularga xuddi men o'zimni ko'rgandek bo'laman. Hali ham turmushga chiqmayapsan. Shu darajada yopib krossovkalarda kelib, mana shunaqa kelgan qizimiz ana kuni qarasam kabul kiyibdilar, ochilib, "O, Aziza" deyapman. qilib dedi, "Bilasizmi?" dedi, "Men bilmayman, nimadirlar bo'lyapti, tushunmayapman, lekin menga yoqyapti" dedi. Tug'ilgan kunimni Hilton'ni shu 21-etajda qilishni juda ham xohlagan edim. Lekin bir muncha qimmat ekan, oilaviy borishimiz deb aytibdi. Qimmatroq qildi, lekin men juda ham xohladim. 2 kun oldin mana O'zbekiston kanalidan sport kanaliga 24 kanaliga O'zbekiston 24 ga o'tkazishdi va bir loyihani berishdi. Va mana shu loyiha Hilton'ning 21-qavatida olinar ekan. Men bilmayman nimalar bo'lyapti. Demak, qalbi ochildi. Anu atrofdagilardan xafagarchiliklar ketdi-da bu qizda. Ayolga aylanyapti va o'ylagan niyatlari amalga oshiryapti. O'shaning uchun oldin vaqtim bo'lganda kelarman degandi. Hozir u qiz birinchi bugun raqsim bor, bugun syomkam yo'q, unaqa bora olmayman, uzr, bugun meni raqsim bor deb kelyapti. Ya'ni o'sha boyagi energiyani olish uchun. Demak, men ayta olamanki, har bir ayolimizga kerak bo'lgan narsa. Nimadan boshlash kerak? Birinchi navbatda shunchaki bilasizmi, hozirgi paytda o'sha psixologiya bilan shug'ullanganimdan keyin men ikkalasini birlashtiryapman. Uni o'zini qonun qoidalari. Xuddi trener kerakdek, bu narsaga baribir ham trener kerak. Lekin yo'qdan ko'ra shunchaki yoqtirgan musiqasiga kuniga 3 minut davomida raqsga tushish ham yordam beradi. Mana men kuzatganman, o'g'il farzandim ham bor, qiz farzandim ham borda. Hali gapirmaydi, hali yurmaydi. Musiqani qo'ysangiz, mana shu narsa, bilasizmi? Demak, u berilgan bizga. Hali miya ham rivojlanmayapti. Mana shu narsa ketadi. Bizning ichimizda bor bu narsa. Ya'ni biz mana shu harakatlar orqali stresslarni chiqaramiz. Biz holatimizga o'zimizga kelamiz. O'sha to'lqinsimon va vibratsion harakatlarning hammasi bizni sokinlikka olib keladi aslida. Qanday yo'nalish bo'lishidan qat'iy nazar sizga aytganman. Shunchaki yo'nalishni o'zingizga mos qilib tanlab olasiz. Bu arab raqsi bo'ladimi, bu afro bo'ladimi, bu irland xalqi yoki kavkaz raqsi farqi yo'q. Shunchaki ana shu harakatlar jamlangan raqs bo'lsa bas. Ya'ni kichkina o'g'il bola ham, qiz bola ham birdek, bilasizmi? O'sha harakatlar men shundan kuzatganman-da. Bizda shu narsa bor. Shunchaki musiqani qo'yib, maza qiling. O'sha maza qiling degan gapni men o'zim anaqam leksikamga kirgizganman. Maza qiling. Sizga esa bu narsa to'rga deydi. Asabiylashmoqman. Bolalarimni nima deydi, olib borishga odam topa olmayapman. Maftudichka, maza qiling. Stressdanmi xo'p? Ishlarim dabdalasi chiqqandanmi xo'p? Shu gap ichida aytsa bo'lmasmikan deyman. O'zi aslida vaziyatlarni hammasi mana o'zim holatimda, balki sizda hozir boshqacha bo'lar. Har bir vaziyat bizga nima uchundir berilgan-ku. Hozir mana kech qolishim yoki mashinaga joy topa olmasligim, zig'ircha menga qanaqadir demak shunaqa bo'lish kerak ekan.
Demak, bizda mana shu holat bo'lishi kerak ekan. Degan, o'shayam bizni nimadandir ogohlantiradi degandan keyin bo'ldi, stress holati oldin qayergadir kech qolsam yoki nima bo'lsa mashina bo'lardi. Mashina hozir nima deb o'ylashadi? Borsam nepunktualniy deb o'ylashar ekan. Bo'lardi. Hozir o'zi kech qolish juda ham kamdan kam, o'shanda ham mani deb emas, tashqi muhit orqali sabablar bo'ladi. Kirib kelib hammasi mashinada kutib oladi-da. Oldin men unaqa edim. Mana shunaqa holat edi. Hozir meni o'zimni ichki holatim bu narsani tushunganidan keyin, bu narsani qabul qilganim uchun To'xta, endi xuddi shu narsani bu tomonga o'giramizda. Demak, jamiyatni tuzumida yashayotgan va atrofdagi insonlarning gap so'zlaridan chiqib ketolmayotgan odam o'ziga faqat ularni ko'zi bilan baho beradi. Xuddi hozir sizga o'xshab. Nima deb o'ylaydi? U nima deb o'ylaydi deb uni ko'zi bilan o'ziga baho beramiz. Bu nima deb o'ylaydi? Buni ko'zi bilan baho beramiz. Va jamiyatdagi har bir ayol shu ko'z bilan voy shu o'ynashim bo'ladi-ku, oddiy kundalik gapda ham shu turishimni erim ko'rsa ham, voy shu qilig'imni adam bilsa ham, voy shunisini onam bilsa bormi deb oddiy kundalik gapda ishlatishadi. Aslida sen ularni ko'zi bilan yashayapsan. O'zingni hayotingni emas. Ular xohlagan hayotda yashayapsan. Ular seni qanaqa bo'lishini xohlagan bo'lsa, shunaqa yashab beryapsan degan narsani oddiy qabul qilishadi va normal deb o'ylashadi. Ha, men ular xohlagandek. Shuncha o'yna, bo'ldi mana musiqa. O'yna. Nima qilib qilsang qil. Tam prosta chapek chollasanmi, prosta qo'lingni ko'tarib repga o'ynamoqchimisan, farqi yo'q, nimadir qilib qil. Qanaqa his qilsang shu ishni qil desa, yo, men erim shu qilig'imni ko'rsa, u miyasida shunaqa ketadi. Onammi, tam ko'chadagilar shu jinnimi deb o'ylaydi. Chunki men o'zim xuddi shu narsani o'tkazganman-da o'zimda. Aslida siz shunaqa o'ylaysiz, ichingizda o'ylaganingiz uchun ular sizga shu narsani ko'rsatib beryapti. Siz shunaqa deb o'ylaysiz. Misol uchun, menda ham kelishadi, turmush o'rtog'im ruxsat bermaydi, bilmay qo'ya qolsin deydi. Ichida o'zi aslida shu inson oldiga borganda menga yo'q deng, menga yo'q deng, menga yo'q deng. Qanaqadir ichida ong ostida shu narsa yo'q deng. Men shu narsani qilmang, chunki siz aytsangiz bo'ldi, bu narsa bo'lmaydi, keyin men anaqa qo'rquvlarim, anaqa yengishlarim, chunki orqasida boshqa narsalar yotgan bo'ladi-da. Misol uchun, meni misolimda menga arab raqsi bo'yicha dars o'tmaysan, o'rgatmaysan degan taqiq bo'lgan turmush o'rtog'imda. Chunki meni o'zimda bo'lgan. Hali men u ustanovkani yechib bo'lmagan edim. Arab raqsi misol uchun bu faqatgina likillash yoki bo'lsa uyatsizlik bu yoki bo'lsa, ya'ni shunaqa cheklov bor. O'zini ko'z qilish. Ha, men u darajada hali boyagi ustini ishlamagan bo'lganman-da. Turmush qilib boshladim. Men o'zim xohlamayapman. Uni menga prodyuser aytgan. Qilaylik, zo'r bo'ladi, zo'r bo'ladi. Ha, xo'p, men xohlamayapman ichimda-da, lekin qilishimiz kerak. Shuncha pul tikilgan, hamma narsa bo'lgan, lekin bitta video qo'shim bilan telefonlar bo'lib ketdi, boshqa nima qilyapti xotining? Men mana shunaqa qayg'u bo'lib ketganda men o'tiribman, ey xudo, nima qilman? Pullar olingan. Da. Nima qilishni bilmay bo'ldi. Qaytarib beramiz. Всё. Nima qilsanglar qilinglar, qaytarib beramiz. Hammasiga qaytarib, hamma kutgan. Va men bunaqa aytib, bo'ldi, o'z holatimga keldim. O'zim milliy raqslarni o'rganib yurdim. Va o'zimdagi o'sha ayollikni rivojlantirganim sari menda ochilib ketyapti-ku. Bizda chunki tos sohamizdagi bloklarimiz juda ko'p bo'lgani uchun bu narsa bizga muhim. Milliy raqslar ham kerak. Hamma hayotda 10 ta raqsi bor. Hammasini o'ynab ko'rishimiz kerak. Chunki har bitta raqs bizni ma'lum joyimizdagi bloklarni yechishga yordam beradi. Va 1 yil o'tdi. Men yana arabcha raqs qo'yishni boshiga ichimda keldi. Xohlayman. Nima desanglar deylar. Men xohlayapman, men shuni qilaman dedim. Video qo'yishni boshladim. Turmush o'rtog'im jim. Hayronman. Gapirishni boshlayapman. Meni borimcha qabul qiling. Qabul qilganlari uchun hozir chunki buni ketida boshqa ma'no aslida nima uchun bu kerakligini tushuntirib bera oldim shekilli balkim. Va hozir hamma narsa video ham qo'yaman, qarshiliklar yo'q. Aslida men o'zimni ichimdagini
yengdim deb o'ylayman. Misol uchun, u narsa faqatgina Zoom orqali bo'ladi. Video hech qayerga ketadi. Ichida ayollar o'zlari o'zaro biz qanaqadir klub tashkil qilib, ichida bo'ladigan narsa. Uni hech kim uni qilmaydi. Lekin mana shu 100 ta ayolni o'zgarishlarni kecha ko'rdim. 3 kiloga bir haftaning ichida 3 kilo vazn tashlashgan. Aslida 3 kilo vazn bu ortiqcha yegandan, ya'ni stress holati ko'pligidan va bu narsani to'kdik biz. Biz hamma harakatlarimiz bilan to'kdik. Bo'ldi, tana nimaga muhtoj emas, himoyaga muhtoj emas. Biz tanamiz bizani himoyalaydi yog'lar bilan. O'lib qolmasligimiz uchun aslida. Ong ostida. Va mana shuni yengdik 3 haftada dietalarsiz, to'g'ri ovqatlanishni aytib o'tdim. Lekin cheklovlarsiz 3 kiloga ozishdi. Mana yana bir haftamiz bor. O'zgarishlar, sochlar turmaklari o'zgargan, kulmayotgan ko'zlar kulishni boshlagan, teri ranglari o'zgargan. Mana shu raqs orqali anglash. O'shaning uchun bu narsani men anglagandan keyin menda qarshiliklar bo'lmadi. O'sha aytganda turmush o'rtog'im ruxsat bermadi, bu bahona. Ichimizda demak shunaqa qarshilik bor. Shunga nisbatan qo'rquv bor. Xo'p, diniy cheklovchi? Bor, haligacha bor. Misol uchun o'zim ham bu meni o'zimning shaxsiy fikrim, Xudoni yaxshi ko'rish qalbimda borda shu narsa. Misol namozlar o'qib, boshqa qilib hamma narsani qilamiz, lekin niyatga bog'liq. Niyat, bu raqsga tushish niyati nima? Ko'z-ko'z qilishmi? Kimnidir oldiga borib nima qilishmi yoki qalbni anglashmi? Misol uchun, birovlarni oldiga borib raqs qilish shart emas. Xonani o'zida ham raqsga tushishi mumkin. Hattoki o'sha arab raqsi ham turmush o'rtog'iga atalgan bo'lsa ham uni oldida raqsga tushish ham shart emas. U boshqa xonada raqsga tushsa ham, raqsga tushib oldilariga kelish xuddi shu effektni oladi. Chunki ayol ochilgan, ayol o'ziga ishongan, o'zini yumshoq, nima edi, yengil his qilyapti. Mana shu holat aslida kerak. Uni qatgadir borib raqsga tushishda emas. Shuning uchun niyatlarga bog'liq. Qaysi niyatda bu narsani qilyapsiz? Shunaqa deb o'ylayman. Bu fatvo. Chunki misol uchun men ko'p bu narsaga borib nima qilgan, birovlarni oldida raqsga tushish yoki erkaklarning oldida raqsga tushish u boshqa narsa. Aynan o'zi uchun. To'g'ri, balki menda sen o'zing shunaqasan-ku deyish mumkin. Lekin men bilmayman, qalbimda bor shu narsa. Men o'rgatishim kerak, men ko'rsatishim kerak. Balki o'sha inson mendirman. To'g'ri, yopiq, boshqa qilib, lekin bu orqali yuzlab, minglab ayollarga foydam tegayotgan bo'lsa, nimaga ham yo'q. Xo'p, men bilaman, siz soat 6dan dars berishni boshlaysiz. Ertalab 6da, bilan 6da ko'zim ochishim uchun menga qanchalik katta pul kerak. Juda qiyin. Soat 6da chunki deyarli 6ga yaqin uxlayman. 4dan keyin uxlayman. Va albatta bolalarimni 8gacha ko'zimni ochib jo'natib olishim men uchun qiyin. Shuning uchun savol, ertalab 6dan turib, soat 6da raqs tushib, onlayn dars berib, keyin obedda offlayn dars berib, kechgacha raqs tushish bu fizический kuch-ku. To'g'ri, qalb, lazzat bu, lekin tana bizga hamma narsa chegaralangan. Hamma narsa chegaralangan. Umr, vaqt, tanani kuchi, ovqat, hamma narsani o'zini oxiri bor-da. Xuddi mana shunaqa. Sizda ham resurs tugaydi. Kuch tugaydi. O'zingiz bir 5 yil, 10 yildan keyingi nazaringizga qaraganingizda xuddi shu obrazda qolasizmi yoki missiyani topdingizmi? Missiyani topdim deb o'ylayman, lekin u bir-birini ketidan olib chiqyapti ham deb o'ylayman. Chunki asl missiyam raqs bilan bog'langanligini bilaman. Misol uchun, ko'p insonlarni, muvaffaqiyatli insonlarni kuzataman-da. Ularda ham bitta предназначение deymiz, o'ni qobiliyat bitta bo'lmagan aslida. Nimadandir ketidan ulanib bir bitta boshqa narsaga kelib chiqqan holatlarni ko'rganman-da. Misol uchun,
manda hozir raqs orqali psixologiya kirdi. Psixologiya orqali hozir energiyani o'rganyapman. Chunki energiya, resurslarni qanday qayerdan olish kerak? O'zimda tugagani uchun bu narsaga kelyapman. Hozir xuddi siz aytgandek. Bu narsa tugashini sabablarini ko'ryapman. Nima sabab bo'lyapti bu resurslarni tugatishga? Mana bu, mana bu, mana bu. Xo'p, bu narsani tugatmas uchun nima qilish? Bu narsalarni qilmaslik kerak. Aslida 5:30da turib raqsga tushib, umuman bu bekorga mana ertalab bomdod namozi ham aynan shu vaqtda berilmagan-ku. O'sha paytda nima edi? Tana ham uyg'onish payti bo'ladi. Hali ovqatlanmagan bo'lamiz. Mana yo biz bomdoddan oldin raqsga tushamiz, yo bomdoddan keyin har xil vaziyatda bo'ladi, lekin 5:30-6 ni mo'ljallaymiz. Va mana shu paytda toza, sokin paytdagi vibratsiyalarni ko'taramiz-ku biz raqs orqali vibratsiya ko'targandan keyin mana shu vibratsiya bizni butun kun davomida oziqlantiradi. Mana 9 da tursam bunaqa energiyada bo'lmayman. 10 da tursam bunaqa energiyada bo'lmayman. Misol uchun yakshanba kuni mani uxlaydigan kunim. Nima xohlasanglar qilinglar. Mana budilniksiz, mana hech kim o'shaning uchun shanba kuni farzandlarim buvilariga olib borib tashlayman. Ertalab mani hech kim bezovta qilmasligi uchun. Опять-таки man o'zim nima xohlayman bilganman bu narsani. Iltimos qilib ulardan ojizaligimni bilib iltimos qilaman. Ularga bir kun nevaralarni ko'rish, ular hafta davomida kutishadi shu kunni. Olishadi. Men shanba kuni yotaman, ertalab mazza qilib, mirqib uxlab turaman. Lekin bilasizmi, o'sha 10 da tursam ham boyagi oldingi kundagi energiyada bo'lmayman. Balki bu miyada zadacha yo'qligidandir. Balkim bir xil paytda bir kun davomida hech narsa o'ylamaslikka ruxsat berish degandek bo'ladi. Lekin shu narsadan mazza qilaman. Voy, muncha zo'r. Voy, qanaqa voy, muncha zo'r. Voy, quyosh tepaga chiqib shunaqa turib turaman-da ertalabda. Mazza-ku. Voy, deyman o'zimga qarab xohlagan narsa videolar ko'raman. Bir hafta davomida bu narsaga ruxsat berishmas, nima desam ekan? Nima deydi? Menga yoqadi, lekin shu holatda ham mana o'zimga bitta xo'roz qandki, bitta bunaqa deb berayotganimdir balkim. Lekin agarda bizda intizom bo'lmasa, mana shu intizomga soladi men darslarim. Intizom bo'lmasa, mana nechta muvaffaqiyatli inson bilan gaplashgansiz o'zi? Intizomsiz muvaffaqiyatli insonni ko'rganmisiz? Intizomi yo'q umuman. Hozirgi kelgan paytda ham o'sha intizom orqali erishgan, keyin raslavitsa. Lekin o'sha paytgacha mehnatga misol uchun turgan. vot menda ham hozir aytganda men xohlagan nimalar bor. Cho'qqilar bor. Unga zabt etishim uchun men intizomda bo'lishim kerak va qaysidir o'sha payt keladiki, biz o'sha boyagi o'zimizga nimani beramiz, erkinlik, o'sha erkin. Lekin u erkinlikni berishdan oldin baribir o'sha nimadan chiqishimiz kerak-ku. Chiqmasdan qilib tog' ustida paydo bo'lib qolish nereal. Unaqa narsa men ko'rmaganman. Men juda ham analizlarni yaxshi qilaman. Analiz qilib, yo'q, unaqa yo'q. Baribir bizga intizom kerak. Mana shu orqali o'zim ham o'syapman. Men 1 yil 2024 dangasalik kasaliga uchradim. Hech kimga ko'rsatmagan bo'lsam, 24. 1 yil ham bo'lmadi-da. 2 oy orqaga qaytamiz. Yo'q, umuman 24-yili o'zimni, chunki men har kuni 9 da turish, 9 emas, nimagadir juda ham dangasa bo'lib qoldim-da. Men o'zim sezdim shu narsani. Lekin orqaga qaytib, boyagi intizomga tushganimdan keyin hamma narsa uchishni boshladim, haqiqatdan ham. Lekin bir kun o'zim uchun, bir kun turmush o'rtog'im bilan birgalikda vaqt o'tishim uchun va bir kun farzandlarim uchun vaqt ajratganimdan keyin bo'ldi. Chunki men borman, men ham shu yerdaman degan narsani anglaganimdan keyin. Shuning uchun ertalab turgani bu degani anaqa emas. O'zi qarang, uyquni, to'g'ri ovqatlanishni tartibga solsak, uyqu, to'g'ri ovqatlanish va intizom tartibga solsak, biz charchamaymiz aslida. Energiyani so'rayotgan narsa o'sha noto'g'ri ovqatlanish va uyqu to'g'ri emasligi. Uyqu borasida ham ko'p anaqalar bor. Kimdir aytadi, farqi yo'q, 8 soat uxlasang bo'ldi deydi. Kimdir aytadi, 10 dan 2 gacha uxlasang bo'ldi, qolgani shart emas deydi. Hammada har xil versiya. Lekin hamma o'zinikini oladi, lekin baribir ham uyqu juda ham muhimligini bildim. Iloji boricha 10 dan keyin 2-3-4 soatgacha. O'sha vaqtda uxlab olsak, bizga hayotiy zarur bo'lgan must have deydi-ku. Bo'ldi.
"Yo'q, menga uyqum kelmaydi, bir bola" deymiz, o'zimizni chalg'itamiz. Lekin aslida sizga balkim sokinlik kerakdir. O'sha payt hamma uxlaydi, sokin bo'ladi. Balki o'sha narsa xohlayotgandirsiz. Shuning uchun uxlolmaysiz. Lekin bu narsani joyiga qo'ygandan keyin energiya baland bo'ladi. Bu ham mana bunaqa narsadek, hamma uxlaganida ishlash, hech kim nazorat qilmayapti mani. Hech kim menga chaqirib qolmaydi, buyurib qolmaydi va hokazo. Ya'ni o'zini xavfsiz ekanligini kechqurun his qiladi va kechqurun o'ziga ruxsat beradi nimadir o'ylashga, ijod qilishga va hokazo. Ikkinchi tarafida esa kun davomida aql charchaydi. Bizni himoya qilib aqlni vazifasi bizni himoyalash-ku. Xuddi shunaqa aql charchaydi. Yo'ldan ehtiyot bo'lib o'tishimiz kerak. Hamma narsani hisoblashimiz kerak. Vaqtida borish, vaqtida kelish, bolalarni olish, ishni ichidagi resurslarimizni to'g'ri taqsimlashimiz, tugatishimiz. Aql kuni bilan charchagandan keyin kechqurun уже sizni himoyalashga kuchi yetmaydi. Hozir nimadir yangilik o'ylab topadida, qanaqadir g'oya o'ylab topadida, keyin uni realizatsiya qilish uchun hayotini xavfga qo'yadi degan narsalardan himoya qilolmay qoladi aql. Ko'ngil ochilib ketadi. Bizda ko'ngil ochiladigan, ya'ni aql joy bo'shatgan paytda hamma uyquga ketadi. Shuning uchun kechqurun bizda ham ijod ochiladi, ham ruxsat ochiladi, ham atmosfera biz O'sha xohlagandek bo'ladi. narsani kunduzga ko'chirsa-chi? Xuddi shu Uning uchun, holatda. uni kunduzga ko'chirish uchun unga birinchi o'rinda o'zi bilan kuchli qaror qabul qilish kerak. Man qabul qilaman. Shu insonlar bilan ham rivojlanishim mumkin. Kunduzi nazoratda ham, farzandlarim yonimda yurgan paytda ham nimadir g'oyalarim ustida ishlashim mumkin. Yoki qaysidir kechasi texnik vazifalari bo'ladi. Yozib qo'yish, ko'chirib qo'yish va hokazo. O'shalarni kunduzga ko'chirishdan boshlash mumkin. Mana shunaqa qilib kunduzgi hayot ham xavfsiz ekanligini aqlga tushuntirib пересадка qilsa bo'ladi. Aslida bu juda ham zo'r narsa. Man o'zim ijodkor bo'lganim uchun faqat raqsda, boshqa narsa yasash bo'yicha ham ijod qilardim, bilasan. Diademalar yasadim, pulka ham yasadim, o'zim uchun ham yasadim. Ansamblim bor edi. Hamma qo'l ishlarini faqatgina kechqurun ertalab soat 4, 5, 6 gacha bajarardim. Ijodim siz aytgandek qaynaydi. 30 yoshdan keyin bu minusga ishladi menga. Biz 30 yoshgacha uxlamasak ham mayli bo'laveradi. Chunki bizda shu energiya bo'ladi tabiiy ravishda. 30 ga kirsam aytib beraman. Siz 30 yoshga kirmaganmisiz? Если что. Hali 30 ga kirmaganman. Rosta. Yo'q. Biz anaqa ravishda deb o'ylardim men. 28 yoshdaman. Assalom. O'shaning uchun sizda hozir qaynayapti. Men 30 yoshgacha bemalol uxlamasliginglar mumkin. Undan keyin chunki obrat orqaga ishlashi biz sizda hozir tabiiy bu narsalar bo'ladi. Undan keyin уже qaysidir funksiyalar to'xtashni boshlaydi. Qaysidir funksiyani ishlash sekinlashadi. Bu narsani vaqtida bilib 60-70 yoshgacha xuddi shunaqa zabardast yetib borishimiz uchun biz 30 yoshdan keyin bunga qaror qabul qilishimiz kerak. Iloji boricha shu uyqu, to'g'ri ovqatlanishi va dam yaxshi ko'rgan ishimiz. Albatta dam olishni ham kirgizinglar ratsionga. Chunki 24/7 har kuni ishlaganman. 28 yoshga turmushga chiqishimgacha har ishonasiz charchamas edim. Haqiqatdan mazza qilardim-da. Hozir anaqalarni bayli ishlayver, mazza qilardim. Lekin keyin damni o'zini vaqti bor, dam olish kerak. Okay, uchar qiz. Endi keyingi savol. O'zini anglagan, o'zini garmoniyada his qilayotgan ayol sifatida moliyaviy istaklar va moliyaviy bosqichlar qanaqa sizda? Misol uchun, xohlagan narsangizga erishishni bilasizmi? Moliyaviy maqsadlarga ham erishyapsizmi? Va siz xohlagan narsalar hayotingizda bormi? Yo'q bo'lsa, nima uchunligini bilasizmi? Moliyaviy erkinlik bo'yicha hozirgi darajam agarda oldinga qaraydigan bo'lsa judayam yaxshi darajada. Chunki tan olaman, o'rta hol oilada katta bo'lganmiz, hattoki biz общежитиеda yashagan paytlarimiz bo'lgan. O'sha paytda men aytganman, nahotki men butun umr mana shunaqa yashab o'taman. Nahotki bu meni anaqamga to'g'ri kelmaydi, menda mana bunaqa bo'lishi kerak, bunaqa bo'lishi kerak degan narsalar bo'lardi. Va hozirgi kunga kelib shuni anglayapmanki,
noshukur bo'lishim kerak emas, chunki mashina bor, uy bor, 2 ta studiya bor, xohlagancha pul sarflay olgan, misol uchun yilda 4 marta bemalol aylanib kelishga mablag'ing yetadigan holatdasan. Nima senga xalaqit beradi degan narsalar bo'lgan. Shukur qilishim kerak. Shukur qilgan sari moliyaviy o'sayotganimni man his qilyapman. O'sha garmoniyada ungacha garmoniya bo'lmagan. Nimaga? Nimaga? Hammada shu narsa bo'ladi. Manda bo'lmaydi. Nimaga degan narsalar juda ko'p edi. Hozir bo'lgan sari bugun masalan keyingi oyga to'lab qo'ysam bo'ladimi? Oldin man oyma-oy pulinglarni beringlar, znos beringlar derdim. Hozir keyingi oyga to'lov qilib qo'ysam bo'ladimi? Dollarlarda tashab ketadi. Izdachim hech narsa qilmaydi. Keyingi oyga o'tkazib yuborasiz. Shu darajada oson kelar ekan, bu narsani man endi qildim. Chunki garmoniyada yashaganimdan keyin. Serobgarlikni siri shunda garmoniyada deb aytmoqchimisiz? Garmoniya bilan maqsadga ham bog'liq. Maqsad, misol uchun, mani odamda bitta narsa bo'lardi. Boy bo'lishim shart emas, menga tomim bor, hammasi bor, menga shukur shu. Qora qozonim Bo'ldi, qaynab shu. turibdi. Biz shunaqa demak, mana bunaqa bo'lsa, mana bunaqa bo'lar ekan dedim. Hozirgi kunda aytaman, yo'q. Erkin bo'lish uchun yoki bo'lmasam ko'proq vaqtni 70 ga 30 farzandlarim bilan birga bo'lishim uchun, ya'ni 70% farzandlar, oila bilan 30% faqatgina ishga bag'ishlashim uchun menga nima kerak? Xohlaymizmi yo'qmi, moliyaviy erkinlik juda ham kerak. O'shaning uchun ham moliyaviy erkinlikka o'tish uchun finansiy gрамотность deymiz. Moliyaviy nima edi? Finansiy erkinlik. Savodxonlik. Moliyaviy savodxonlikka o'rganishim kerak. Bu demak oldinga qo'ygan maqsadlarimdan biri. Chunki men juda ham shunchaki ishlatish yaxshi ko'rgan qizman. Hech qachon o'zimni ekonom deydi qilmaganman. Har doim. Lekin hozir yo'q, bu kerakligini, o'sha ishlab topilgan pullarni o'z vaqtida to'g'ri bajarish kerakligini anglaganim uchun hozir mana shu ustida ishlayapman. Lekin baribirga ham boya aytgandek, bu dunyoda o'tgandan keyin hech bo'lmadi bitta maktab qoldirish. Bu maktabni qoldirish uchun nima qilish kerak? Xohlaymizmi yo'qmi, baribir moliyaviy yaxshi bo'lishimiz kerak. Lekin biz o'sha garmoniyaga kelganimizdan keyin o'zi ochilib ketaverar ekan. Bitta ustozimning bitta gapi bor edi. Boy oilada tug'ilgan yaxshimi yoki kambag'al oilada tug'ilgan yaxshimi moliyaviy erkin bo'lish uchun? Boy deb javob bergan. Dedim, qanaqasiga? Uncha men boy tug'ilgan bo'lishim kerak ekan deganman-da. O'shanda aytadiki, boy oilada turmush tug'ilgan farzandlarda cheklovlar yo'q, ularda hamma narsa mumkin, bor. Ularga bu oddiy hol bo'ladi-da keyinchalik. Bizda o'ta hollarda cheklovlar ko'p. Uni qilish uchun ko'p ishlashing kerak, ko'p ustanovkalar juda ko'p bo'ladi. Men bu degan boy oilada hamma narsa zo'r bo'lib ketadi demoqchi emasman. Uni ham o'zini algoritmi bor, o'zini matritsasi bor. Chunki boy oilada o'sgan farzandlarda ham katta muammo bo'lyapti. Hayotga qiziqish yo'q. Ularda nimanidir maqsad qo'yib intilish yo'q. Endi shu narsalar. Ular psixologga farzandlarini olib kelyapti. Farzandimga qarang, hech narsaga qiziqmaydi. Puli bor, o'qishi bor, yeydigan narsasi bor, hamma narsasi bor, lekin qiziqishi yo'q. U ham juda ham katta paradoks. Demak, uni o'rtasi bo'lish kerak. Shuning uchun ham muvaffaqiyatli insonlar farzandlarini telefondan olib lagerlarga jo'natishyapti. Umuman sharoitsiz joylarga yuborishyapti. O'sha narsadan u chiqib ketishni o'rgansin deb. Chunki biz kichkinaligimizdan bu narsa. Bizni holatimizda biz hamma narsadan tirishib qiyinchiliklar bilan ko'p vaqtda yetib kelamiz. Ularda sal yengilroq. Keladi pul, bo'ladi pul degan qanaqadir osonroq bor. Shuning uchun endi bu o'sha ustozim aytgan gaplardan keyin aytaman, farzandlarimga hozir shunaqa narsa qilib qo'yaylikki, hamma narsa bor, lekin bu narsani qilish uchun mana buni harakat qil. Kiyim beryapman, kiyimni o'zing kiy. 3 yoshli farzandim o'zi kiyinishni o'rganyapti. Bizda nima? Kiyintirib qo'yamiz. Qizimga yoki bo'lmasa keyin kolgotka qiyin qila olmayapman. Qila olasan qizim. Senda hamma narsa o'xshaydi. Maza qilib kiyin va keyin, "Oyi, men kiydim." Endi молодец. Bilasizmi? 3 ta yo'qqa bitta yo'q deb uni balansda ushlash kerak ekan. Va o'shandagina bizda anaqa bo'ladi. O'shaning uchun ayta olamanki, pulni o'sha maqsad bor.
erkinlik. Farzandlarimni kattaroq, yaxshiroq joyda qilishga, lekin ular o'zlarini ham kuchini sarflashga vaziyatlar qilib Berish berishga kerak. harakat qilyapman. Mhm. Vaziyat. Chiqib ketish uchun, misol uchun, pul berib magazindan xohlagan narsangni ol, faqat shu pulga mos. Undan ko'p ololmaysan. Mhm. Bor bo'lmasa Mhm. 100 ming berish mumkin, 200 ming berish mumkin. Yo'q, 50 mingga anaqa qil. Shuni ol. O'shani ol. O'sha hamma narsani qilib. Demak, qiyinchiliklar ham berish kerak Zo'r. ekan. Yo, bu juda muhim. Shu joyga bitta to'ldiruvchi aytib ketaman. Biz qarab ketyapmiz Yevropa standartlariga, tarbiyasiga, bolaga stress bermaslik shablonini olyapmiz-da va psixologiya bizga shu narsani o'rgatyapti. Baqirma, urushma, erkinlik ber va hokazo. Lekin Yevropa tarbiyasi bilan bolalar stressiz katta bo'lyapti. Ya'ni bosim yo'q, stress yo'q va bu natija nimaga olib kelyapti? Hayotda hamma narsasi bor. Uni erkalashadi, yaxshi ko'rishadi, hamma xohlagan narsalarni olib berishyapti. Постепенно o'sha darajasi, yoshi, tanasi, imkoniyatiga yarasha muvaffaqiyatga erishyapti. Ota-onasi doim ishonadi, doim qo'llab-quvvatlaydi va natijada u yerda hozir o'ziga, o'zi joniga qasd qilish ko'paymoqda. Sabab yashashga immunitet yo'qligida. Kurashish imkoniyati, kurashish lazzati tortib olingan. Ya'ni qarshilik bo'lsa odam intiladi, to'siq bor joyda harakat paydo bo'ladi va hokazo. Ularda shu narsa yo'qolib tortib olinganini hisobiga bo'lar bo'lmasga oddiy kichkina tam qizi tashlab ketadi yoki yigiti bilan urushib qoladi. Shu joniga qasd qilishlar ko'payib ketyapti. Bu bilan nima demoqchiman? O'sha siz aytgan oltin o'rtalikda bolaga keragidan ortiq расслабиться ham qildirib yuborish kerakmiz. Maqsadini ham o'rgatish kerak-da, erishasan, shunaqa o'yinchoq olib beraman, evaziga menga mana bu kitobni o'qib tugat yoki men senga shu narsani olib beraman, mana bu ishni qilib ber. Ya'ni bolaga maqsad berish kerak. Bundan bu yoqqa hatlab o'tsin, bundan bu yoqqa hatlab o'tsin. Siz aytgandek o'sha boy insonlar taqdirda emas, bizga kirib kelyapti shu tendensiya. Bizni ham jamiyat farzandlarini psixologiya yangi-ku bizda hali hamma och. Hamma o'zini og'rig'i bilan yashaganda, uni davosini topsa xursand, bolalarimni men stressiz katta qilaman degan. To'g'ri. Mana shu gapingizda hozir mana anaqa keldi. Men o'zi o'qituvchiman-ku. Men 18 yildan beri, 19 yildan beri dars berayotgan bo'lsam bolalarga juda har xil ota-onalarni ko'rganman-da. Hatto shunaqa ota-onalar bor, bizni sudga bergan paytlari ham bo'lgan. Go'yoki biz veshelkani olib boshiga urgan bo'lgan paytlarimiz bo'lgan ekanda. Vaholanki gapirayotganda qo'lida veshelka bo'lib turgan, lekin u boshiga urilmagan. Shunchaki gapirayotganda boshiga urildi. Xullas, shunaqa har xil ota-onalarni ko'rdimki, men aytdim, qani nimada ekan, nima uchun hozir shunday bo'lyapti? Va Amerika farzandlari bilan bizani O'rta Osiyo farzandlarini solishtirishni boshlaydi. Qaysidir ma'noda turmush o'rtog'imiz bilan Amerikaga ketish xohishi ham bo'lgan edi. Lekin biz u yerdagi muhitni ko'rganimiz yo'q, kerak emas. Xo'p, bolalarga hamma narsa ruxsat berilsa, buni qilish ruxsat berilsa, ular xohlaganda yashaydigan bo'lsa, nima bo'ldi? Ularga narkotik yoki boshqa anaqalarga qarshiliklar yo'q. Bu, to есть, bizga ustozimiz shunaqa o'rgatadimi? Оболочка bor-ku, dumaloq. Mana kirayotganda to'xta, mana bu yerda yo'q. Yo'q degan gapni ozgina bo'lsa ham bilish kerak. Chunki u nimadir boshlashdan oldin u yerda cheklov bor, ya'ni granitsa deymiz-ku, nuqtani bilishi, чувствовать qilish kerak-da. Agar u nuqtani bo'lmasa, o'ziga nima deydi, ko'p narsa berib yuboradi. Hattoki o'sha yomon odatlarni ham. O'shaning uchun ularda ko'p. Bizda baribir ham cheklovlar bo'lgani uchun, o'shaning uchun bizda bor. Ular lekin bizani farzandlarimizga qaysidir ma'noda nima deydi, havas qilishadi. Chunki ular farzandlarini chiqarib yuborishadi, bo'lib unutishadi. Hattoki shunaqa holatlar bor, unutishadi. Ota-onasini ko'rishga ham bormaydi-da. To'g'ri kerak bo'lsa. Men bitta boshqa shtatda, otasi boshqa shtatda yashaydi. Hattoki gaplashmayotgan holatlari ham bor. Uning ichida har xil oilalar bor. Aytmoqchi bo'lgan qadriyatlarga qarabda. Shuning uchun bizani nimamiz tanlovimiz, qanday xohlaymiz farzandimiz katta bo'lishini. Shunaqa yo'lga ketishini yoki baribir ham bizani qadriyatlarimiz xohlaymizmi yo'qmi? To'g'ri, qaysidir jihatlarda bizda qarshiliklar bo'lishi mumkin, lekin baribir bizni qadriyatlarimiz ota-onani hurmat qil, ota-onani gapiga quloq sol. Ota-ona bu duo oluvchi, psixologiyadan bor. Bizani iyerarxiyamiz bor-ku, tepadagi turgan odamlarga biz hech qachon gap uqtirmasligimiz bilan ulardan maslahat ham berishga haqqimiz yo'q aslida.
bitta haqqimiz bormi, biz bobo buvini o'rniga o'tib qolamiz. Ularga ota-ona bo'lib qolamiz. Bo'ldi, bu yerda sistema buzildi, matrica buzildi. Bo'ldi, munosabatlar buzildi degani. Hozirgi kunda mana shu darajaga keldim. Haqiqatdan menda ham bo'lgan shu narsa. Oyi, siz tushunmaysiz degan gaplarni. Mana ota-onaga bu gapni gapirish, bo'ldi, siz sistemadan chiqib ketdingiz degani. Siz tushunmaydi. Chunki onam bilmagan qanaqa yashash yoki otam bilmagan ularni shunday tarbiyalashgan va ular aybdor emas unaqa tarbiyalangan. Men buni qabul qilyapman. Lekin biz mana rivojlangan nimada yashayapmiz. Bizni nimalarimiz, tafakkurimiz o'zgarib boryapti. Mayli shunaqa. Bo'ldi, shu gapga to'ppa-to'g'ri. Qanchalik biz mana bunaqa narsa bor ekan, qanchalik biz ota-onamizga qarshiliklar qo'ysa, biz ularni yo'q, ularni eshitmasak, biz ularni o'ldirayotgan bo'lar ekanmiz. Har bitta gaplari bizni bolam bunday bo'l deb o'zlarini tepada turgandek his qilishar ekanda. Tepada bo'lib turgan. Xo'p deng, o'zingiz ishingizni qiling. Lekin bu gapni gapirmang. Yoki bo'lmasam tushuntirish zabonimiz bor. Har bir narsani chiroyli tushuntirish holatlari bor. Mana bunaqa qilasizmi? Mani ota-onam juda ham tarbiyalashgan, nima deydi, qattiqqo'llik. Har safar borganimda nimadir aytib turardilar. Hozir bo'lsam hech qaysi unaqa narsa yo'q. Faqatgina kulib kutib olishadi, quchoqlab. Har bir gapimiz men seni yaxshi ko'raman, men sizni yaxshi ko'raman degan gaplarga keldim. Oxirgi 5 yil ichida. Ungacha uyga borsam, qanaqa onasan, qanaqa kelinsan, qanaqa qizsan, qanaqa mana shu narsani eshitaverardim-da. Keyin oyim mana bunaqa emas, mana bunaqa deb men ularni onani yoki bo'lmasa adamni onasiday bo'lib qolar ekanman. Nimani buzib tepaga chiqib qolar ekanman-da aslida. Vazifani. Pastga tushgandan keyin voy emas ekan. Mazza. Ular gapirgan sari voy zo'r yoki mana aytaman. Dadajon, sizni tug'ilgan kuningizni men bir restoranda bergim keldi. Yo'q, qo'ysang-chi, shuncha pul sarflash qilasanmi? Endi ular baribir anaqada o'tganlar. Yo'q, siz shunga arziysiz. Siz shunday joylarda tug'ilgan kun qilishga arziysiz. Desam, o'zlari ham boshqacha bo'lib ketyapti-da. Qadriyat nima? Qadriyat qonun-qoida. Tavakkalchilik. Tavakkalchilik. Allohga tavakkalish, menga Allohga ishonish. Erkinlik. Mustaqillik, erkinlik. Ilojsizlik. Voy, bunaqa savollar berishgan. Ilojsizlik yo'q narsa men uchun. Jahl. Energiya. Energiya. Jahl orqali siz ko'p narsaga erishsangiz bo'ladi. Xafagarchilik. Xafagarchilik. Qarang, mendan uzoqlashayotgani uchun даже unga so'z topishga ham qo'rqyapman. Xafagarchilik. O'ziga qarshilik. Xursandchilik. Kuch. Uchish. Uchish. Shukronalik. Xotirjamlik. Kuchsizlik. Ojizalik. Ayollik, kuchsizlik men uchun. Uyat. Uyatda nima gap o'g'lasam ekan? Uyat o'ziga qarshi bo'lish. Ikkilanish. Hamma shunaqa o'ylab qoladimi? Yo, tez javob beradimi? Menga hozir test savollarda o'tirganga o'xshayapman. Ikkilanish. Ikkilanish. Men uchun ikkilanish bu turgan bitgani iztirob. Yo uni tanlolmaysan, yo buni tanlolmaysan. Ikkilanish bu ikkilanish qalbni eshitmaslik deb o'ylayman. Chunki ikkilanyapsizmi, demak siz qalb biladi nima tanlash. Qo'rquv. Qo'rquv. Men his qilishga harakat qilyapman. O'sha qo'rquv holatiga tushsam nima bo'laman?
Zabt etish. Qo'rquvga qarshi borish. Faxrlanish nima? Hayotda faxrlanish o'z o'rnini topish. Yomon Topganlikni anglash. Ko'p-a? yo'q, bo'ladi. Yomon ko'rish nima? O'lish. Motiv. Motiv. Bu so'zni anglashim qiyin. Erinchoqlik nima? 2024 nima? Erinchoq. Energiya yo'qligi deb o'ylayman. O'shaning uchun energiya yo'qligi. Tasodif. Shunday bo'lishi kerak. Tasodif yo'q. Din. Navbatdagi o'rganishim kerak bo'lgan kasb. Kasb emas, jabham. Kambag'allik. Imkoniyat. Boylik. Yutuq. Pul. Qog'oz. San'at. Go'zallik. Maftuna. Asal. Bo'ldi. Voy, mazza qildim. Muvaffaqiyatli muvaffaqiyatli coach qildingiz вообще. Life coach bo'lib ketdingiz. Da. Intervyu sizlarga yoqqan bo'lsa va sizlarga eng insight bergan, yoqtirgan, miyanglarni deb lampochkasini yoqib yuborgan nuqtasi bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiringlar va bu kommentlarning ichidagi eng bizga qiziq javobni aniqlab sovg'a yo'llaymiz. Agar viloyatda bo'ladigan bo'lsangiz, kartasiga yo'llab yuborishingiz ham mumkin. Muammosi yo'q.